Assalomu alaykum, hurmatli dindoshlar. Sizlar yaxshi munosabat bildirganliklaring uchun men sizlarga yana yozilgim, dilim dog'ini, yuragim dog'ini aytgim keldi. Mana ashi Andijon viloyat Baliqchi tumani Avestimi podog'i Kamolat yoshlar do'mi. Shu do'mda oldidagi yer. Mana 2019-yili olganman. Bayda hech narsa yo'q, quruq suv bosib yotgan yer edi. Mana bari yong'oqlarim qildi mana. Bodomlar tepada. Eng ko'p yong'oq 110 tup, 110 tup prezident bodom, qolganlar 4 tupdan boshqa mevali daraxtlar. Bayga ekin-tikin qilayotganimda mol qo'yishib o'rgandan zerikib Yevrozabor qildim. Birinchi buzib ketgan yeri mana. Kalovat setkasini artib to'sganman. Mana qarang. Birinchi buzib ketgan yeri bu. Mana shu. Haqiqatda sizlar aytganlaring to'g'ri. Kimgadir yer kerak. Meni qanday holatda bo'lsa shaydi zeriktirib, tashatib ketkazish niyatida qildiryapti. Orqamdan tushgan odam bor. Chunki organ xodimlariga ham yozsam birortasi jazo hech narsa qo'llamadi-da. Shundan bilib o'tiribman. Deb mana ikkinchi buzib ketgani mana. Mana bunaqa setga olib kelib, mana to'sdim yana. Bu ikkinchi buzilgan mana. Ikkinchi buzishib ketdi buni. Mana. Bundaqa qilib buni to'sdim. Endi uchinchi buzib 5 marta buzibdi. 5 martadan beri sabr toqat tilab o'zimga qilib boryapman. Zerikib ketib qolmayapman. Yo'q, tashab ketmayman deb tashab ketmayapman. Mana u ikkinchisini, mana endi uchinchisi. Uchinchi buzilgan yer mana buni burchak. Mana. Mana uchinchi buzilgan yer mana burchak. Mana men setga qo'yib bekitdim. Yana faqat sabr toqatlik bilan ishlab yuribman. Chunki hech ham shu yerdan meni ketishni istamayapman. Sababi nohayotda yerda yaxshi ko'raman. Qani Allohchi payg'ambarlarimizga yomonlik qilganlarni suvga g'arq qilgan, Firavunni toshbo'ron qilib osmonlardan qushlarni og'ziga toshni tashatib, odamlar toshbo'ron qilib ularni dab qilgan. Menga ham qilgan yomonliklari Xudo xolasa Allohga solyapman, o'zi topaveradi. Ana ho'no burchak borguncha ancha vaqt o'tib qoladi. 4-tinchisi. Kecha bekitib videoda solganim u 5-tinchisi. Endi mana shu yerni olganimdan keyin mana shu to'rala burchak shunday bo'lib olingandan keyin meni mana qo'shnim meni nimaga suvlarimni bekitdi, kelayotgan suvlarimni. Endi ochib kelaman, yana bekitib qolaveradi. Endi ochib kelaman, yana bekitib qolaveradi. Oxiri ba'dan suv olmasdan ikkita katta motor tushirdim. Endi bu rahmalli hammomga kirib, hammomda teni yorilib ketib, issiq suv ustiga to'kilib, kuyib o'lib qoldi. Mana shu qo'shni kuyib o'lib qoldi. Shu kimga qancha vaqt umr berar ekan, birovlarga yomonlik qilib, birovlarga narsa qilish, rahmatli oxirat obod bo'lsin. Meni unga nisbatan nimam yo'q. Lekin qilish nima kerak bor edi. Mana men qilaman desam, mana shu mevali daraxtlarning tagiga narsa qo'ysam, menga qo'limdan kelmaydi. Lekin men yaratganimdan qo'rqaman. Ular ko'rmasligi mumkin. Lekin yaratganim hammasini
görüp, bilip durupdy. Şunu üçün men hiç kimge, hiç kanaka yomonlik qilishni istemeyman, qilmayman. Fakat Allah'a sop koyamam. Boldu, tamam. Allah'tı özü teşhir olaveradi. Mana odamlarim.